Hurmatli Bosh vazirimiz Abdulla Aripov, havoni haroratini ko'ryapsizlar, 49 daraja. Qachon bu sog'lig'imizni o'ylab, mana shu tayinrovkaga ham ruxsat berasizlar. Sog'liqni saqlash vaziri, ichki ishlar vaziri, quyosh nuridan saqlanish uchun, oynangni qoraytirmabsan deb ham shart nima uringlar, jarimaga uringlar iltimoslardan. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari hamda mas'ul rahbarlar, vazirliklar. Mana havoimiz harorati 49 darajani ko'rsatyapti. Mana bu xavfsizlik kamarini taqmay yursam, bitta manbas butun O'zbekiston bo'yicha haydovchilar taqmay yursa, hayotingni xavfsizligini ta'minlamading deb jarimaga tortasizlar. Va bu bo'yicha uzluksiz kameralarda o'rnatyapsizlar. Buning uchun rahmat aytishimiz kerak. Lekin mana bu quyosh nuridan saqlanish uchun oynangni qoraytirmabsan deb ham shart nima uringlar, jarimaga uringlar iltimoslardan. Bu bo'yicha kameralar qo'yinglar. Qachon bu sog'lig'imizni o'ylab, mana shu tayinrovkaga ham ruxsat berasizlar. Sog'liqni saqlash vaziri, ichki ishlar vaziri taklif beringlar. Hurmatli Bosh vazirimiz Abdulla Aripov, havoni haroratini ko'ryapsizlar, 49 daraja. Bu bo'yicha MCS ham ogohlantiryapti. Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Kompensatsiya to'lanish kerak o'zi, kompensatsiya to'lamaganlardan keyin. Yo'q, kompensatsiya to'lash masalasini ko'rib chiqinglar. O'sha kompensatsiya masalasidan to'laganlardan keyin biz balkim tayinrovka qilishga nimamiz yetar. Oddiy kirakash taksist haydovchilar-ku. Mana yaqinda bitta akamizdan masalani ko'tarib chiqdi. Pojarniy dozda, tez tibbiyda va mana shunaqa maxsus transportlarda doimiy harakatda bo'ladigan ularga ham ruxsat berilmasi, taksilarga ruxsat berilmasi 3 million 400 qo'yishdilar. O'tgan yili 2 million 200 qanchaga ham qo'ydirib toptirgandim. Noiloj 3 million 400 bo'libdi. Insof bormi? Konditsioner sovutishga umuman ulgurmayapti. Sovutolmayapti. Hayotimizni, mana quyoshdan nurlanishimizni o'ylanglar, iltimos. Pul ikkinchi o'rinda bo'lsin. Insonni salomatligini, hayotini birinchi o'ringa qo'yinglar sizlardan iltimos. Bosh vazirimiz Abdulla Aripov, qaroringizga o'zgartirish kiriting iltimos sizdan. Hech bo'lmaganda 50% tayinrovkaga ruxsat beringlar, baraka topkunlar. 50% dan shunchalik kuyib ketmaymiz. 49 darajada. Mavsumiy hech bo'lmasa 3 oylik mavsumiy nimaga taklif kiritilgan edi. Bu taklifni ham tasdiqlamanlar. Qishda tasdiqlaysizlarmi? Yo'q, sizlarga nima summalari to'g'ri kelmadimi? Qoplamayaptimi? O'ylab chiqasizlar degan bitamiz.